Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Aymitim jamoa a'zosi Hoshimjonov Abdullo mikrobiologiya kursi haqidagi videolarni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz bakteriyalar genetikasi haqida bo'lib o'tadi. Xo'p do'stlar, asosiy maqsad o'zi bakteriyalar genetikasi mavzusini o'rganishdan bizda antibiotiklarga rezistentlik deyilgan, ya'niki biz qaysidir turdagi bakteriyaga misol uchun qandaydir turda antibiotik beradigan bo'lsak, bakteriya o'sha antibiotiklarga nisbatan rezistentlikni saqlab qola olish xususiyati yoki bo'lmasam o'sha biz yuborgan antibiotikka nisbatan bakteriyani yashovchanligi, kurashuvchanligi yoki bo'lmasam qarshi turib bera olish xususiyatini tushunsak bo'ladi. Bularga asosan 4 xil tipdagi genetik xususiyat kiradi, ya'ni transformatsiya, konjugatsiya, transduksiya hamda transpozitsiya haqida gaplashib o'tamiz. Dastlab transformatsiya haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yo'ldan foydalanadigan asosiy organizmlar o'sha boshdagi mavzularda gaplashilgan bizda mashhur mnemonika paydo bo'ldi, ya'niki shin deb nomlangan, ya'niki Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza type B va Neisseria meningitis deb nomlangan bakteriyalar turi bunga misol bo'la oladi. Xo'p, bunda qanday jarayon amalga oshadi deydigan bo'lsak, dastlab do'stlar tasavvur qiling, bizda bitta bakteriya bor edi. Mana bakteriya tarkibidagi genetik material. Ya'niki bu bakteriyada antibiotikka nisbatan rezistentlik xususiyati mavjud. Endi ma'lum bir sharoit natijasida bakteriya devori mana lizisga uchradi, ya'ni devor parchalanishni boshladi. Uni tarkibidagi, uni ichida qolgan genetik material ham tashqi muhitga chiqdi-da. U ham lizisga yoki bo'lmasam parchalanib ketdi va yalang'och DNK yoki bo'lmasam naked DNA ni hosil qildi. Endi o'sha yalang'och DNK yoki DNA tarkibida o'sha antibiotikka nisbatan rezistentlik xususiyati saqlanib turibdi. Endi o'sha yalang'och DNK boshqa bir bakteriya uni shu yalang'och DNA ni o'z tarkibiga kiritib oladi va o'zini oldingi mavjud bo'lgan DNKsi tarkibiga kiritish orqali endi bu bakteriya ham o'zida antibiotiklarga nisbatan rezistentlik xususiyatini saqlab qola olyapti. Xo'p, ya'niki bizda gaplashgan Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza type B hamda Neisseria meningitis deb nomlangan bakteriyalar turlari именно shu guruhdagi bakteriyalarga misol bo'la oladi. Ya'niki boshqa turdagi bakteriya bo'lishidan qat'iy bo'lsa ham uni tarkibidagi antibiotikka rezistentlikka mavjud bo'lgan DNK ni o'z tarkibiga qo'shib olish xususiyatiga ega bo'lyapti. Endi pastda e'tibor beradigan bo'lsak, bizda dezoksiribonukleaza deb nomlangan ferment berilgan. Bu fermentni vazifasi xuddi shu jarayonni bloklab qo'yish. Qanday amalga oshadi deydigan bo'lsak, shu yalang'och DNA, ya'ni tashqarida qolgan yalang'och DNA o'zini parchalab yuborish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun, endi parchalanib yuborilgan DNK boshqa bakteriyaning tarkibiga kira olmaydi. Tarkibiga kira olmagandan keyin bu bakteriya ham antibiotiklarga rezistentlik xususiyatini o'zida saqlab qola olmaydi. Keyingi turdagi bizdagi xususiyat bo'lsa, bakteriyalarga mansub bo'lgan konjugatsiya hisoblanadi. Konjugatsiyani gaplashishdan oldin umuman bakteriyani o'zi ichki tuzilishdagi irsiy axborot qanday saqlanishi haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, e'tibor beradigan bo'lsak, mana bitta bakteriya berilganda uni tarkibida genetik materiallar ikki xil tuzilmada saqlangan bo'ladi. Ya'niki bittasi DNK da yoki xromosomada va ikkinchisi plazmid orqali saqlanib turibdi. Endi xuddi shu kabi konjugatsiya jarayoni ham ikki xil amalga oshadi. Ya'ni birinchisi plazmid orqali, ikkinchisi xromosomal deyilgan. Ya'niki birinchi turda bir bakteriya boshqa bir bakteriya bilan irsiy axborot almashish xususiyatini plazmid orqali amalga oshiradi. Misol uchun e'tibor beradigan bo'lsak, dastlabki birinchi bakteriyada mana bunisi bizda qo'sh zanjirli DNK, pastdagisi biz plazmid deb tushunsak, birinchi bakteriya yuqorisiga R harfi qo'yilgan. R. Ya'niki buni tarjimasi
rezistentlik, ya'niki tasavvur qiling, xuddi shu bakteriyada antibiotikka nisbatan rezistentlik xususiyati mavjud. Endi xuddi shu bakteriya boshqa bir bakteriyaga plazmida orqali rezistentlik xususiyatini o'tkazishi kerak. Buni qanday amalga oshiradi deyilgan bo'lsa, ikkinchi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, yana bunda ham xuddi shunday DNKsi va plazmid turibdi, lekin boshqa bir bakteriyada plazmid yo'q. Xuddi shu jinsiy o'simtalar yoki sex pylus orqali birinchi yoki antibiotikka rezistent bo'lgan bakteriya boshqa bir bakteriyaga jinsiy payluslar orqali uchinchi jarayonga e'tibor beradigan bo'lsak, irsiy axborotni o'tkazib olish xususiyatiga ega bo'lyapti va oxir oqibat o'zidan boshqa mavjud bo'lgan bakteriyaga ham plazmidni o'tkazish orqali ikkalasiga ham R harfi qo'yilgan, ya'ni antibiotikka nisbatan rezistentlik xususiyatini saqlab turibdi. Endi do'stlar, ikkinchi konjugatsiya jarayoni ikkinchi turida esa xromosomal dedik. Xromosomalda endi yuqorida biz faqatgina plazmid orqali irsiy axborot almashishni gaplashgan bo'lsak, endi biz faqat bu jarayonda xromosoma ishtirokida ham amalga oshishini ko'ramiz. Xo'p, do'stlar, birinchi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ikki xil bakteriya tanasi keltirilgan. Birinchi bakteriyada DNK turibdi, ikkinchi bakteriyada ham shunday DNK va birinchi bakteriyada e'tibor beradigan bo'lsak, plazmid ham turibdi. Ya'niki xuddi shu plazmid tarkibida antibiotikka nisbatan rezistentlik xususiyati mavjud, faqatgina bu xususiyatni u xromosomal DNK ishtirokida amalga oshiradi. Endi ikkinchi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, xuddi shu plazmid o'zini tarkibidagi rezistentlik xususiyatini o'z tarkibidagi xromosomal DNKga kiritib yubordi. Mana qarasak, ranglari o'zgarib qolyapti mana. Va uchinchi jarayonga endi e'tibor beradigan bo'lsak, xuddi shu xromosomal DNK, ya'ni sex pyluslar ishtirokida boshqa bir bakteriyaga yoki boshqa bir bakteriyaning qo'sh zanjirli xromosomal DNKsiga irsiy axborotni o'tkazishni boshlayapti mana. Va oxir oqibat ikkala bakteriyada ham antibiotiklarga nisbatan rezistentlik xususiyati amalga oshdi. Keyingi bosqich do'stlar, bu transduksiya deb nomlanadi. Transduksiya jarayoni o'zi ikki xil bo'ladi. Birinchisi bu umumiy hisoblanadi. Umumiyda bizda asosiy kerak bo'ladigan unsur, ya'niki litifag yordamida amalga oshadi. Mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, litifag o'zi fag nima degan ma'lumot bilan, fag bu o'zi virus, ya'ni bakteriyalarni yo'q qilish uchun kerak bo'lgan bitta virus hisoblanadi. Ya'niki bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, maxsus litik fag o'zining genetik materialini bakteriya ichiga kirgizyapti va keyingi jarayonda bakteriya ichiga kirgan bu litik fagning genetik materiali ham o'zining genetik materialini ham bakteriya tarkibidagi DNKsini ham parchalab yuboryapti va keyingi jarayonda esa litik fagning ichkariga kirgan genetik materiali o'ziga xuddi fag kabi kapsid hosil qilib, mana qobiq hosil qilib olish xususiyatiga ega bo'lyapti. Faqatgina bu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, fag tarkibidagi genetik material ikki xil rang bilan berilgan, ba'zilari qizil, ba'zilari ko'k rangda. Bu degani ham fag o'zini genetik material yordamida o'ziga qobiq, ya'ni kapsid hosil qilib olyapti va u kirgan bakteriyaning genetik materiali ishtirokida ham o'ziga kapsid hosil qilish xususiyatiga ega bo'lyapti. Va bu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha boshqa bakteriyani genetik materialni tarkibiga olgan fag endi xuddi o'zi ham boshidagi jarayon kabi boshqa bakteriyaga o'zini genetik materialini kirgizish orqali bakteriyaga genetik materialni qo'shib olyapti. Mana oxir oqibat ko'radigan bo'lsak, umuman boshqa bakteriyaga genetik material kirish orqali bakteriyalar transduksiya jarayonini litik fag yordamida amalga oshirib beryapti. Jarayon bir xil, bakteriyani antibiotikka nisbatan rezistentligi ta'minlanyapti. Xo'p, endi transduksiya jarayoni ikkinchi qismi bizda maxsus bo'ladi. Bunda
nariginda litik fag yordamida amalga oshirilgan bo'lsa, endi bunda lizogenik fag yordamida amalga oshadi. Ya'niki bu yerda aytilganki, bu yo'l bilan 5 xil toksin hosil bo'ladi deb aytilgan. Toksinlar nomini sanashdan oldin bu jarayonning ketma-ketligini qanday bo'lishini dastlab ko'ramiz. Bizda yana shu fag bor, virusli DNK tarkibida uni genetik materiali bo'lgan fag bor. Fag yana o'zini genetik materialini bakteriya tarkibiga kirgizyapti. Endi kirgizgan bu bakteriya narigindan farqli o'laroq kirgan bakteriyaning genetik materialini parchalab yubormayapti, uni u bilan birgalikda qo'shilib olyapti. Mana qo'shilib olgandan keyin bitta xuddi dastlabki o'xshagan fag kapsida hosil bo'lyapti. Faqatgina buning tarkibida ham fagning genetik materiali, ham bakteriyaning genetik materiali birgalikda hosil bo'lyapti. Hosil bo'lgandan keyin endi bular shu bakteriyani yorib chiqqandan keyin boshqa bakteriyaga o'zining genetik materialini kirgizish orqali va oxirida e'tibor beradigan bo'lsak, bitta o'sha bakteriyaning genetik material tarkibida ham o'ziniki, ham birinchi hosil kirayotgan fagning genetik materiali va u kirgan genetik materialni tarkibidagi xromosomal DNK tarkibida ham genetik material saqlayotganligi uchun qarasangiz, ham ko'k, ham qizil, ham yashil rang bilan ifodalangan bo'lyapti. Bularga qaysilar kelar ekan deydigan bo'lsak, bizda mnemonika berilgan, ABCDS deb nomlangan. Dastlabki ega bu A gruppadagi streptokokus eritrogenik toksini, B ga botulin toksini, C ga xolera yoki kolera toksini, D ga difteriya toksini va oxirida S ga shigat toksini yoki shigellarni hosil qilgan toksini, shigat toksini bunga misol bo'la oladi. Va do'stlar, oxirgi bizda bunga misol qilib transpozitsiya misol qilib keltirilgan. Transpozitsiya o'zi nima deb savol tug'iladigan bo'lsa, ko'chib yuruvchi yoki bo'lmasa sakrovchi genlar deb misol qilib keltirilgan. Birinchi bakteriyaga ko'zlanadigan bo'lsak, yana bunda asosiy xromosomal DNKsi bor bo'lyapti va undan tashqari qo'shimcha plazmidasi ham bor bo'lyapti. Ikkalasi ham irsiy axborotni o'zida saqlab turadi. Endi asosiy xromosomal DNK tarkibida mana qo'y yashil zonaga e'tibor berilsa, bu siz bilan bizga o'rganayotgan sakrovchi yoki bo'lmasam ko'chib yuruvchi genlar. Endi o'sha gen tarkibida antibiotiklarga rezistentlik xususiyati bor. Endi bu o'z aytdik, sakrovchi, ko'chib yuruvchi degani xohlasa u shu xromosomal DNKni boshqa joyiga ko'chib yurishi mumkin yoki bo'lmasa plazmidaga ko'chib o'tishi mumkin. Ikkinchi rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, xuddi sakrovchi gen yoki ko'chib yuruvchi genlarimiz plazmidaga ko'chgan. Mana plazmidaga ko'chgandan keyin yana ular jinsiy hujayra sex pulse hosil qilib boshqa bakteriyaning asosiy xromosomal DNKsiga yoki bo'lmasa plazmidasiga yopishib olish xususiyatiga ega bo'lyapti. Xo'p do'stlar, umuman bakteriyalarni genetik qismi haqida mavzumiz tugab boryapti. Nimani o'rgandik deydigan bo'lsak, umumiy har bitta jarayon natijasida bakteriyalarning antibiotiklarga sezuvchanligini xilma-xilligini ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.